Yazğıcı Habibulla Ablametning mərhum liderimiz Məsud Sabiri Bayquzining ömür musafisiga bag'ishlab yozgan Məsud Apandi nomliq tarixiy romanni anglitishni boshlaymiz. Ovozda Hurqiz Baytash. Məsud Apandi bir chetdan o'zining qalam kuchiga tayinib, Uyg'ur xalqining real dunyosini yuritib beradigan ana shundoq Churuq Hekim, Anamga maktub qatorliq siyosiy mazmunni markaziy ideya qilgan asarlarni yezib, Uyg'urlarning adabiyot san'at ishlarining rivojlanishi uchun kurash qilsa, yana bir chetdan Sharqiy Turkistonning hurligi uchun dushman kuchlarning tuproqlarida va ularning qo'ynida turib siyosiy kurash qilmoqda edi. U bu dunyoda nima uchun yashaydiganligini, qandoq vazifalar o'z zimmasiga yuklanganligini obdan biladigan inson edi. Ba'zi insonlardek bu hayotda qandoq yashashni bilmay, butun bir umrini ma'nisiz o'tkazib o'tadigan, hatto dunyo ne'matlariga putining uchidan tortib beshining ustigacha ko'milib ketgan bo'lsa-mu, yanala qandoq yashashni bilmagachga va bu hayotdagi o'zining haqiqiy vazifasining nima ekanligini aniqlay olmagachqa, hamon o'zini halok qiladigan yo'lga qarab mangadigan qadrsizlardan ro'shan ravishda o'zini farqlantirib kelgan edi. Demisimi, haqiqiy inson bu hayotda saharlari pushmon ichida ko'zini ulab uyg'onishga va qip-qizil qizargan quyoshning yuziga tabassum bilan emas, ho'miyib qarashga haqliq emas. Halbuki bu hayot hamma odam uchun shunchalik qisqa. Onun uchun bundaq chaqlarda odam bolasi ashu pushaymonga, ho'miyishqa sabab bo'ladigan pardalarni yirtib tashlab va ruhini mahbus qilgan tomlarni pachoqlab tashlab, voz kechishga arziydigan narsalardan voz kechib, suyishga arziydigan narsalarni suyishni o'rganishimiz lozim. Məsud Apandi mana bu jafoliq hayotda suyishga, intilishga eng arziydigan erkinlik, hurlik uchun Lanju bilan Chungchingning orlig'ida qatirab, necha yilning qandoq o'tib ketganligini to'ymay qolgan edi. 1941-yili 27-mart Chongqing shahri tong oldidagi zulmatlik tumanlardan ozod bo'lgan edi. Bombardimon qilish uchun kelgan Yapon aeroplanlarining dahshatli ovozi anglanmay, aksincha osmonni bahorning sop havosi qoplagan edi. Atrofini qurshab turgan Dalushan, Wulingshan, Wushan va Dabashan tog'laridan kelgan bahor shamili tumanlar surib, kishini sagitib, ko'ngilsiz xiyollarini uchirtib opirib, hayvatlik eqivatgan Changjang daryosi g'arq qilayotgan edi. Məsud Apandi bilan Isa Apandi ana shu tog'liq shahardagi kichik bog'chilik chaqqong'ini bir qo'roda o'ltiradi. Uyining oldi bog'chisida larzon yelpinib turgan shirin gullarning yop-yeshil yaproqlaridan va amdili echilishga boshlagan g'unchilaridan kelayotgan o'tkir puroq kishining dimiqiga urilib, dilini shodimon aylaydi. Söget tallarida bixlinib echilgan son-sanoqsiz pöpüklər tiziq-tiziq marjonlardek sangilab turadi. Avrishim tallari bilan shirin gulning inchki g'o'llari navbahor salkinida amdili muhabbatlashayotgan qiz o'g'illardek xo'shal titraydi. Shirin gul, tal gul va sögetlardan atrofga tarqalgan xushbo'y hidi bo'lsa, yurakni yashnatadigan bahorning sop puruqi edi. Ana shu gul giyohlarning mazzilik o'tkir hidini purab, tong sahardili o'rnidan dasturgan Məsud Apandi bilan Isa Apandining guldek yuzini shaharda chiqqan quyoshning mehrlik nuri texmo yoritayotgan edi. Bu chaqqong'ini ho'ylining ichidagi barliq mavjudotlar bugun boshqacha quyoshga talpinib turgandek qiladi. Helilan saqallarini pokiz qirgan ikki apandining eniki etizlardagi bug'doy mayisidek ko'p-ko'p ko'rinib ketayotgan edi. Bu ikkisi bugun boshqa kundagilarga qaraganda alohida yasangan edi. Ustiga kiygan qora ko'k sarji kostyum burulkalarimi yip-yangi edi. Oppoq ko'ylaklarga qadigan havo rang va zangar rang galostuklarimi o'zgacha yarashgan edi. Demisimi, har ikkilisining bo'y basti egiz, rangi ro'yi o'zgacha go'zal kishilar bo'lg'achqa, ozroqli yasinib qo'yadigan bo'lsa, boshqa cho'ngchingloqlarga qaraganda vallada echilib ketadi.
Mana bugun ularning guldek echilgan yuzida jiddiychilikning alomatimi yo'q emas edi. Bo'libmi Mas'ud apandi aldirapli qilgan nashtidan keyin necha qatim qo'l soatiga qarab bo'lgan edi. Nihoyat ularni oladigan maxsus qora pikap soat strelkasi dal 7:30 ni ko'rsatib turganda eshikning oldiga kelib to'xtadi. Ular pikapga o'ltirib, Udul Gomindang partiya markazi komitetining 8-navbatli qurultiyi ochiladigan Junhua Mingu Jumhuriyatining Jumhuriyat rais binosiga qarab mangdi. Mas'ud apandi bo'lsa, sukunat ichida o'zining bugun so'zlaydigan nutqini aqlidan bir qur kechirayotgan edi. Buni sizib o'ltirgan Isa apandi bo'lsa, Mas'ud apandining zehnini chechib etmaslik uchun eg'iz ochmay pikapning aynikidan sirtni ko'zitib o'ltirgan edi. Ular Jumhuriyat raisining binosiga kirib, yig'in echiladigan zalning oldidagi damali zalga kirib o'ltirishdi. Aradan 20 minut o'tganda yig'in zaliga kirish uchun chilingan elektronlik qo'ng'iroqning ovozi Mas'ud apandining texi oxiriga ochiqib bo'lolmagan o'ylaridan biroqla o'yg'itib etgan edi. Barliq qurultayga qatnashquchi vakillar asta-asta zalga kirib, o'zlariga belgilangan o'ringa kelib o'ltirishdi. Mas'ud apandi o'ziga maxsus ajratgan joydan o'rin oldi. İsa apandi bo'lsa, faqat Mas'ud apandiga tarjimonlik qilish uchun kelgan bo'lg'achqa, bo'sh bir o'rinni tepib joylashib oldi. Yig'inga Sunki apandi riyosatchilik qilgan edi. Gomindang partiyasining xizmat dokladlari va Mong'ol Tibet Gomindang partiya vakillarining so'zlaridan keyin Mas'ud apandi so'zga chiqishga taklif qilindi. Mas'ud apandi o'rnidan turib, munbarga qarab manganda, zal ichida uni qarshi elib chilingan chavaklarning sadosi xeyli vaqtgacha davom qilgan edi. Mas'ud apandi munbarga chiqibla, nerida o'tirgan Isa apandini yeniga taklif qildi. Ikki apandi turgan munbarning tövinida Junhua Mingu Jumhuriyatining prezidenti Marshal Jan Kayshi va partiya davlat arkonlari, armiyaning marshal va generallari qator-qator o'ltirishgan edi. Bu bahayvat manzara ichida Mas'ud apandi so'zini munu jumlalar bilan boshladi. Muhtaram prezident va muhtaram partiya vakillari, bugun mushu minbarga chiqib sizlarga nutq so'zlamoqchi bo'layotganligimdan qattiq hayajonlanyapman va sizlarga so'zlarimni bayon qilishda ikki narsadan afsuslanmoqdaman. Birinchi, nutqimni bevosita sizlar anglay oladigan tilda udul so'zlamay, tarjimonimning yordami bilan sizlarga yetkazmoqchi bo'lib, qimmatlik vaqtinglarni olmoqchi bo'layotganligimdan afsuslanaman. Ikkinchidan, burun sizlar hech anglab boqmagan, anglashni xohlamaydigan yangi so'zlarni, yangi fikrlarni so'zlash orqali sizlarning kayfinglarni uchirayotganligimdan afsuslanaman. Ammo nachora? Shundoq qilishimga reallik majbur qilayotgan tursa, yana shundaqdimi mushu minbarga chiqib sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan va so'zlarimni sizlarga bayon qilganligimdan o'zimni noyitimi baxtiyor his qilaman. Hurmatli rais janoblari, janobi vakillar, men bugun bu minbarga chiqib Turkiston xalqi nomidan so'z qilayotganligimdan ajoyib xursandman. Peqir mushu zalda o'ltirgan qurultay vakillarining oldida turib, o'z fikrlarimni bayon qilishimga fursat yaratib bergan yig'in hay'atiga chin qalbimdan tashakkurimni bildiraman. Janoblar, sizlar mendan Turkiston to'g'risida ozroq bo'lsa-mu ma'lumotga ega bo'lishni istamoqdisizlar. Afsus, menmu xuddi sizlarga o'xshash Turkiston haqida hech qanday bir aniq ma'lumotga ega emasman. Halbuki men yurtimdan ayrilgandan buyon hech qaytolmadim. Yurtimdan ya bir maktub, ya bir kichkina uchur topshirib ololmadim. Shu sababdan mening biladiganlarim sizlarninkidan ko'p emas. Shundaqdimi shuni ta'kidlab o'tish hojatki, Turkiston mening yurtim. Mening ona vatanim bo'lganligi uchun alat davom aqlim, qalbim va ruhim ona vatanim bilan birgadir. Ko'zlarim uning yo'liga, quloqlarim uning shapisiga oshnadir. Helimi yaxshi, yaqindan buyon Turkiston to'g'risida ancha-muncha uchurga ega bo'ldik. Men ularni bo'lsa-mu sizlarga so'zlab o'tay.
Albatta, sizlarni qiziqib anglaydi degan umiddaman. Turkiston hukumati bugungi kunlarda ichki va tashqi jihatda bir qator siyosatlarni belgilagan. Navbatda mazkur siyosatlar amaliyleştirilmektemiş. Bularning har biri ustida fikr bayon qilib o'tishni bu yerda behojat deb qaraganligim uchun faqat biz uchun eng keraklik va eng muhim bo'lgan milliy siyosat haqida qisqa to'xtalib, o'z qarashlarimni iboralab o'tmoqchiman. Bu masalaning biz va butun dunyo bilan munosabati buyukdir. 3-4 yildan buyon Turkistonda ulus degan bir fikr va shuar o'tirg'i chiqdi. Bu bilib turib, tushunib turib o'tirg'i qo'yilganmi yoki tushunmay, bilmasdan o'tirg'i qo'yilganmi? Agar rostli bilib, tushunib turib o'tirg'i qo'yilgan bo'lsa, Turkistonda kichik bir davlatda butun dunyodagi uluslardan 14 ulusning bo'lishi mumkin emas. Agar rostli mushundaq ekanligini bilib, tushunib o'tirg'i qo'yilgan deb qaraydigan bo'lsak, mundaq zo'r bir xatolikni qilchi ikkilanmay sodir qilishning orqasiga ijobiy bo'lmagan yomon g'arazlarning yushiringanligini e'tirof qilishga majbur emasmi biz? Darvaqa, bilmasdan, o'ylashmasdan yo'lga qo'ygan siyosat deb qaraydigan bo'lsak, bundaq zo'r va buyuk bir ishni bilmay, o'ylashmay qilish haqiqatan cho'ng bir xatolikdir. Undaqda Turkistondek dunyoning bir bo'lingidagi ulus va chet el bilan bo'lgan aloqasi oz bo'lgan bir mamlakatda 14 ulusning bo'lishining mumkin emasligi aqlga eng uyg'undir. Qisqacha qilib aytganda, hozir Turkistonda 14 ulus emas, balki 4 ulus bor. Bularning ichida eng ko'p sonni egallaydigan turklardir. Buningdan boshqa Chin, Mongol va noyitimi oz sondagi manjulardir. Ahvol bundaq ekan, reallikni burmilab, undaq deb tortishish buyuk pushaymonlarni tug'diradi. Yana bundan 4-5 yil ilgari bir qancha ming oila qozoqlar o'ltiroq joy va makonlarini tashlab, o'z vatanlaridan ayrilib, ta Oltoydan tog'-davollar atlab, cho'l jazirlarni kezib, hech ko'rib boqmagan Gansuga qochib kelgan. Bu ishlarning hammasini sizlar bilasizlar. Nima uchun kelganligini sizlar mendan obdan bilasizlar. Bu haqda so'zlab o'ltirmayman. Biroq ular Chin tuproqlariga kelgandan keyin hukumatning hech qanday himoyasiga erisholmadi. Egi chaqsiz qolgan bechora qozoqlarning ilkida qolgan ozg'ina mol bisoti bulang-talang qilinib, o'zlari rahimsizlarcha o'ltirildi. Qiz ayollar bo'lsa bosqinchilik uchrab, or-nomusi ig'ir dafsanda qilindi. Yoshlar bo'lsa asirga elindi va o'ltirildi. Hozir ularning faqat 5dan biri hayot. Bugungi kunda Chin ulusimu ig'ir urush o'tining ishida turmoqda. Ko'rmagan kunlarni beshidan kechirmoqda. Lekin qozoqlar tarixiy bir millat bo'lganligi uchun qanchalik jafo mushaqqatlar beshiga kelgan taqdirdimi, o'liklarining go'shini yemaydi va yemasligi kerak. Men afsus, bechora oshu qozoqlarning bugungi kundagi oshu hollari bir-birisining go'shini yeyishga majbur qilmoqda. Bilmadim, bu ahvol qachongacha davom qilarkan? Mana o'sha ahvolga o'xshab ketadigan yana bir ishni so'zlab o'tib ketishni loyiq topdim. Ya'ni bir qancha ming turkistonliklar ayni chog'da Hindiston, Afg'oniston va Arabistonga hijrat qilgan. Ularning bugungi hollari shunchalik nachar. Ularning bu bechora hollarini ko'rganlar Chin hukumatiga o'chmanlik nazarida qaramoqda. Men bu ishlarni mushu davlatning yaxshiligi uchun so'zlayapman. Hukumatning mazkur ishlarni hal qilish uchun yaxshi bir amal choralarni qo'llanishini tovanchilik bilan talab qilaman. Yana Chin o'lkalariga kelgan turkistonlik o'quvchilarning ahvoli unchalik yaxshi emas. Chin o'lkalarining havosiga, suyiga, yemak-ichmaklarga ko'nalmaganligi uchun nurg'unlari kasal bo'lib ketdi. Va Chin tilining bakmi taslikidan zo'r qiyinchiliklarga uchirmoqda. Amdi Turkistonliklarning Chin va Yapon urushiga bo'lgan qarashlariga keladigan bo'lsak, bu urushda Turkistonliklar zo'r badallarni o'tayotgan bo'lsa-mu, markaziy hukumat va Chin vatandoshlar ularning buyuk fidokorliklarini ko'rmasga selyotdi. Toki Sharqiy Turkistonning shimolidagi Qo'rg'os bilan
Janubidagi qog'iliqdan tortib, Gansuga kelguchilik bo'lgan 3000 kilometrlik uzun yo'lni tosh yo'l qilib yasab chiqishga yordamda bo'ldi. Hamda bu yo'lni bo'ylab egiz tog'lardan, suvsiz toshliq soyliqlardan va cho'llardan besib o'tib, urush aslahalarini, qoral va o'q-dorilarni to'shimoqda. Hatto bugungi kunda Turkistonliklar bu urush uchun o'zlarining ot o'loqlari, tugilari, o'kuz va eshaklari bilan safarbarlikka keldi. Do'stlar, motorli qatnash qurollari bor yerda yo'l yasash, urush aslahalarini to'shish oson ish. Ammo bundaq ilg'or qatnash qurollari bo'lmagan yerlarda albatta hammamiz bilganimizdek bundaq ishlarni qilish haqiqatan mushaqqatlik. Demakki, Turkistonliklar bu urushda bir chetda qarab turmay, aksincha qo'lidan keladigan barliq fidokorliklarni ko'rsatmoqda. Turkiston xalqining qalbi har zaman mazlumlar va mahkumlar uchun so'qidi. Yana bu yerda shuni alohida ta'kidlab o'tish hojatki, Turkiston xalqining eng buyuk fidokorliklaridan yana biri shuki, navbatda ular o'zlarining uchrayotgan zulmga qarshi milliy davolarini, o'chmanligini, intiqomini bir chetga qayirib qo'yib, so'g'uqqonlik bilan mushu urush uchun yordamda bo'lmoqda. Mundaq bir ahvol dunyoning hech qandaq bir yerida, hech qandaq bir ulusda ko'rilmagan bir hodisadir. Bundaq bir mardlik hech qandaq bir ulusda yo'qdir. Ammo tarixdan buyon biz shunchalik yo'l qo'yib va o'zaro qo'shnidarchilikni yetkazib kelayotgan bo'lsaqmi, ta bugunga qadar Çin'den erishganimiz faqat bir narsa bo'ldi. U bo'lsa-mu bizga bo'lgan dushmanligidir. Bu dushmanlik yo'qolmag'icha o'zaro jidal majro abadiy besiqmaydi. Agar bu dushmanlikni tip yiltizidan tugatamiz deydikanmiz, milliy masalani hal qilishning eng to'g'ri yo'lini tepib chiqishimiz lozim. Yuqorida aytganlarim navbatdagi Turkistonning ahvolidir. Endi o'tmishga qaraydigan bo'lsak, Turkiston bilan Çinning aloqasiga bir rivoyatga asoslanganda 5000 yil, yana bir rivoyatga asoslanganda 2000 yil bo'lgan. Mening nazarimda 5000 yil bo'ldi degan rivoyat ancha ishonchli emas. 2000 yildan beri urush holatida deyish bir oz amaliyotga uyg'undir. Men afsus, shuncha uzun yillardan beri butun hayotimizni zulmga qarshi kurash qilish bilan o'tkazdik. Bu urushlarda her iki tarafdan milyonlarca insonlar halok bo'ldi. Tuproqlarimiz haddi hisobsiz to'kilgan qonlar bilan bo'yaldi. Bütün Turkiston madaniyatlari, asar atiqalari urush o'tirida kuyib kul bo'ldi va talon-taroj qilindi. Bitmas tugimas boyliqlari bulang-talon qilindi. Darvaqa bu tarix butunlay urush, jangi jidallar bilan to'lgan va qon bilan yezilgan tarixdir. Bu kabi fojialik voqealar toki bugungacha davomlashib kelmoqda. Mana bugungacha so'zilib kelayotgan bu zulm hammamizga ro'shan ravishda ayon va bundan keyinmi shundoq bo'ladiganligi ko'kdagi quyoshdek aniq ma'lum bo'lib turmoqda. Turkiston xalqining beshiga kelgan bu kulfatlarni sanab tugutish mumkin emas. Darvaqa, men bu munbarda turib bu fojialarning qaysi birini sanab so'zlab tugutalaydim. Turkistonliklarning o'zlariga ravo ko'rmaganlarini bir chartga qayirib qo'yib, engidan o'tkazgandan birisini bu yerda misol qilib o'tay. Turkistonliklar o'zi boqqan qo'y uchun 6 qatim boj o'taydi. Yana kelib, oshu qo'yni so'ygandan keyin terisiga 4 qatim boj to'laydi. Bunda qilmaslikqa ularning amali yo'q. Do'stlar, agar mushu deganlarim yolg'on bo'lsa, sizlar surishtirib baqsanglar bo'ladi. Turkistonliklarning ustiga yuklangan bu og'ir yuklar pat orada elib tashlanmasa, Turkiston masalasi to'g'ri yo'l bilan darhol hal qilinmasa, yana buningdan og'ir masalalarning tug'ilishi hammamizga ayondir. Agar bundaq og'ir zulm bo'layotgan yerda cho'qim zulmdan qutulish uchun qarshilikning o'ttirig'i chiqishi tabiiy bir ahvol. Darvaqa, tabiiy bo'lmagan hayotga bardoshlik berishning o'zi albatta g'ayri tabiiy hodisa bo'lib hisoblanadi. Dal mushu vajidan bu dunyoda insonlar hamon tabiiy bo'lgan hayotga erishish uchun kurash qiladi.
Növbətdə Çin tuproqlari zulm ostida qolgan bu zamonlarda sharqdan bir quyosh chiqib, Çinni illitdi degan taqdirdimi, ming afsus, bu quyosh Turkiston tuproqlarida chiqmadi va Turkistonning ko'p-ko'k osmonlarini qora bulutlar texmi qoplab ketdi. Yetar bas endi. Turkistonliklarning tayong'udek kuchi, qiladigan sabri qolmadi. Әні шу чедігучілігі қалмаған Түркістанларның наайтымы аз бір қысмы Çin tuproqlaridagi quyoshdan bahramon bo'lish uchun bu yerlargacha keldi. Albatta, kelganlarni hukumat nayti yaxshi qarshi oldi. Biroq biz o'ylabmi boqmagan bu urush yuz berdi. 4 yildan beri davom qilayotgan bu urushning tez orada to'xtashini umid qilmoqdamiz. Faqat Çin xalqi emas, butun dunyo xalqi bu urushning pat orada oxirlashishini to'rt ko'zi bilan kutmoqda. Do'stlar, so'zimni xulosalaydigan bo'lsam, biz Turkistonliklar bilan birga Çin ulusidan boshqa uluslarning milliy hurlik da'volari tarixdan beri hech hal bo'lmay kelyotdi. Bu masala darhol tip yiltizidan hal qilinmasa, yana nurg'un qonlarning to'kilishiga sabab bo'ladi. Ve pat yaqında Türkistan'da yeni bir inqilabning chiqishi muhaqqaqdir. Inqilabning tug'ilishi qanchalik yo'lliq bo'lsa, uning davomlashishi shunchalik yo'lliqdir. Agar rostilla yana urush bo'lsa, ikki tarafda to'kilgan qonlarning uvoliga kimning qoladiganligini hammamiz bilamiz. Agar markaziy hukumat Turkistonda milliy masalani to'g'ri hal qilib, yerlik uluslarning milliy orzularini qanoatlantirsa, inqilobning kelib chiqishining oldini olg'ini, ittifoqlik va barobarlikni amalga oshirg'ili bo'ladi deb qarayman. Shu vajidan men Turkistondagi milliy masalalarni to'g'ri hal qilish uchun markaziy hukumatga tuvandagi bir qancha taklifni sunmoqchiman. Yana shu xotirlatib o'tish hojatki, ushbu taklif fikrlarim partiya va davlatning otisi bo'lgan Sun Jungshan apandimning Çin ulusidan boshqa uluslar haqida o'tirg'i qo'ygan fikrlaridan boshqa bir fikr emasdir. Mening bu so'zlarimni anglagandan keyin ba'zinglar mushu urush mazgilida bundaq masalalarni o'tirg'i elib chiqishning nima keragi bor deb ochiqinglar kelishi, hatto masxir qilib kulishinglar mumkin. Ammo hammamizga ro'shanki, bundaq milliy masalalar urush bilan bakma yaqindan aloqasi bo'lgan. Yazg'uchi Habibullah Abdumitning Mas'ud Afandi nomli tarixiy romanini anglitishimiz bugun mushu yergacha bo'ldi. Ko'rishguncha omon bo'linglar.